Instagramda kimnidir kuzatasiz, u odam esa sizni asabingizga tegadi. Bormi shunaqa holat? Agar bo'lsa, bir haqiqatni aytaman. Biz o'zimizda yo'q, lekin qalbimizning bir chekkasida qachondir bizda ham bo'lishni istagan, lekin erisha olmagan narsalarni birovlarda ko'rsak, jahlimiz chiqadi aslida. Bu achchiq haqiqat. Kimningdir chiroyli hayotidan, boshqaning o'ziga yarashib turgan qomatidan, erkinligidan, baland ovozda kulishidan, chiroyli kiyinishidan, o'ziga ishonganidan kabi vaziyatlarda kimdir bizga yoqmasa, asabimizga tegsa, bilingki aslida siz hech qachon unaqa bo'la olmasligingiz uchun jahlingiz chiqyapti. Aks holda siz nafrat bilan yashamas edingiz. Kimdir sizga yoqmasa, nega kuzatasiz? Nega uning hayoti siz uchun qiziq? Chiqib ketishi mumkin-ku. Siz o'zingizdan buning javobini izlang. Baxtli odam birovni yomon ko'rib yashamaydi. Baxtli inson birovni tanqid qilmaydi, kamchiliklarini ko'rmaydi. O'ziga yoqmagan odamni kuzatib asabini buzmaydi yoki levi profillardan o'tirib olib, pismayib tomosha ham qilmaydi. Shunchaki mazza qilib, o'ziga yoqadigan, havas qiladigan insonlarni kuzatib hayotdan zavqlanib yashaydi.